yangi til o'rganayotganda yodlayotgan so'zlarni esdan chiqib ketishini sababi bu so'zlarni qaysi voqeada, qaysi vaziyatda ishlatishni bilmaslik hisoblanadi. Keyin ko'rib chiqamiz. Demak, mendagi kitob Motiv A2. Misol uchun Feraynbag'in so'zi tagiga chizib qo'yibman. Bu so'zni tarjimasi kelishib olmoq. Ya'ni bu so'z ko'pincha nemislarda biror bir uchrashuvni vaqtini, joyini kelishib olishda ishlatiladi. Misol uchun wir haben einen Termin vereinbart. Ya'ni biz uchrashuvni kelishib oldik. Yana bir misol, können wir einen neuen Termin vereinbarten? Yangi uchrashuvni kelishib ola olamizmi? Ya'ni bunda vaqti, joyi nazarda tutilyapti.